yo'mayo, bu yerda antenna ham chiqmayapti, chin ursin. Yaxshi, lekin atrof muhit menga juda ham yoqyapti. Xo'sh, kamerani yoqamiz. Hammaga salom bo'ldi. Sizlar bilan Wins va bugun sizlar bilan birgalikda yangi qishloqqa ko'chib keldim bolalar. To'g'risini aytsam, shaharda juda ham nima desam ekan, jang bilasizlar o'zingizlar, zaharli tutun yotibdi hamma joy, shuning uchun sekingina qishloqqa qochib keldim. Qishloq lekin juda ham yaxshi ekan, ko'rinishidan yomon emas. Suv hamma joyda, даже ekinlar, daraxtlar. Merri uyi qattiqqina yo'mayo. Bitta jitil bor ekan, давайте. O'nta jitildan so'rasak. Salom. Salom, kimsiz? Men qishloqqa yangi ko'chib kelgan bolaman, ya'ni hali uy topganim yo'q. Shuning uchun qishloqni meri qayoqda yashaydi? Chetda, yo'lning eng boshida yashaydi. Mana ham tarafdami? Xuddi shunday, o'sha chet yo'ldaymiz-da biz. Chin uzr, kechiring. U mana bo'lsa kerak menimcha. Chiroyli uylagan lekin. Havoga gap bo'lishi mumkin emas. Tak mana bo'lsa kerak, da uyga gap yo'lagan. Anta qanaqa uy ekan, a? Xo'sh, taq. Kiravering. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ismat. Men qishloqqa yangi ko'chib kelayotgandim, ya'ni menga uy kerak. Sizni mer deb tanishtirishgandi menga. Xuddi shunday. Bo'ldi, uy. Qarasizmi, ana tog'ning tepasida uy bor bitta, o'ng tomonda, yana orqa tomonimda. O'sha to'rt oyoqli uydan chiqib ketaversangiz, o'sha tog'da bitta kichik uy bor. O'sha uyni bera olaman bemalol. Yaxshi, bo'ldi. Necha pul berishim kerak? Xo'sh, menda 1 million so'm pul bor. Yo'q, hech qanaqa pul kerak emas. Nima? Shunaqasi ham bo'ladimi? Hozir 21-zamonligini bilasizmi? Siz shunchaki devorni o'rmonning chetidagi o'titchiga yordam bersangiz va baliq tutsangiz, ovchiga yordamlashsangiz bo'ldi. Yo'mayo. Faqat yordam? Tushunursiz. Uni shunday, bu yerda ovqatlar ham shunday. Juda zo'r qishloq ekan, lekin gap bo'lishi mumkin emas. Bu yer ancha, nima deydi, internetdan o'zilgan va reallikning haqiqiy nima desam ekan, siz qishloqda ko'p yashayverib, to'g'risini aytsam, esingizdan chiqib ketibdi gapirish. Hazirlaringiz juda ham ajoyib. Bo'ldi, xush kelibsiz. Ismingizni bilsam bo'ladimi? Ismim Wins. Xush kelibsan, Wins. Rahmat. Xush ko'rdik. Yo'mayo. Tekin, chin ursin. Do'stlar, hozir men tekinga uy oldim, birgin. Yo'mayo. Men 1 million so'm pul olib keldim. Pulim cho'nchang. U ana uy bo'lsa kerak, по-моему. Pulim cho'nchagimga qoladigan bo'ldi. Bundan zo'r bo'lmasa kerak menimcha. O'tinchi dedi-ya. Shu tarafda bo'lsa kerak menimcha. Chunki o'rmonning chetrog'ida dedi-da. Salom, jitil, yaxshimisizlar? Xo'sh. Mana 4 oyoqli uy demak, mendan chiqib ketishim kerak. Mana uy ko'rinyapti-yu. По-моему, shu uy bo'lsa kerak. Xo'sh. Da, chiroyli uy ekan. Zato qishloqning chetida va toza havo joyida, tinchlikda, qanday ajoyib. Qani, eshigim ham ochiq. Chin ursin. Kravatlar, yo'mayo, nima bu? Mana buni boplashibdi lekin. Qanday ajoyib. Kravatlar, hamma narsam tayyor. Bu rostmana qishloq hayoti ekan, baliq. Qanaqadir mebellar ishlatsalar bo'lmaydimi? Lekin nima ham dirdim, men даже kompyuterlarimni ham uyga tashlab kelganman, chunki menga kerak emas. Men mana shunaqa qishloq hayotida yashagim keldi. Va chiqib ko'raylik-chi. Tepadan qishloq qanaqa ko'rinar ekan. Qanday ajoyib, yo'mayo. Qishloq menga rostdan yoqdi, lekin bolalar, to'g'risi. Bu yoqda boshqa playerlar ham bormi-ki, masalan, ovchi deyishdi. Ovchi masalan jitil bo'lmasligi aniq, chunki
jitillar bunaqa narsalar uchun juda ham kuchsizlik qilishadi, shuning uchun balkim mana bu narsalarni olib tashlasammikin yoki turaversammikin qanaqadir. Bu yopishqoq blok edi adashmasam. Masalan, bu tashlasanglar, hop mana bu tashlasanglar ko'taradi. Mana ajoyib. Qisqasi, yo'mayo. Hammasi juda ham ajoyib. Mana bu svetni o'chirib qo'ysiz. Вообще-то pul to'lamasam nima qilaman o'chiraman. Tak. Men bo'lmasa hozir o'rmon o'tinchi dedim. O'sha o'tinchini surishtirib yoniga boraman yoki ovchimi, qaysi birinidir yoniga borishim kerak. Davay birinchi o'tinchini yoniga boramiz. Sizlar videoga like bosib, obuna bo'lib qo'ysangiz sizlardan chiqmasin. Ha, bo'lmasa men uyga ozgina qarab, yob-yog'ini to'g'irlab, o'tinchini yoniga tushaman bolalar. Xo'sh, yana bir bor salom bolalar. Men mana shu tomonda o'tinchini uyida etishda, shuning uchun ketyapman. Mana upa. Da turibdi bunaqa narsalar, demak, bu yerda o'tinchi borligi aniq. Ha, eshigi ham ochiq ekan. Voy, kimdir bormi? Yo'q-yo'q. Kimdir bormi? Hozir chiqyapman. Chiqyapman. Sabr. Bo'ldi. Xo'sh. Yaxshi ekan. Jinursin, bakvatdi. Salom bolakay, qandaysan? Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Men ish olish uchun kelgandim, ya'ni ish berasiz degan umiddaman. O'tin chopib, takoy sizga yordamlashish uchun keldim qisqasi. Mana buni ol, gapni ko'paytirmaylik. Yur, men senga ko'rsataman qaysi daraxt chopishni. Aha, ketdi, yaxshi. Ajoyib. Xo'sh, mana bu yerda qora va oq daraxtlarni ozgina kesishing mumkin. Unchalik ko'p kesmagin, hopmi? Menga kerak emas. Va relsga boylab qo'ysang yaxshi bo'lardi, chunki meni ketyaptim, shuning uchun vaqtim yo'q. Xo'sh, mana bularni ol, bularni bo'ylashni bilasan degan umiddaman. Bo'ldi. Qatnashayman, xavotir olmasangiz bo'ladi. Men yoniga ketdim. Bo'ldi, все. Ha, bolalar, o'sha ish buyurildi bizga. Tak. Qora qarag'ay daraxt va oq daraxtida. Davay ikkalasidan bitta kesib qo'yamiz. Ertaga boshqacha daraxt kesishimiz mumkin, shuning uchun. Tak. Oq daraxt bizada juda ham kamyob bo'lardi, lekin bu yerda ko'paygan to'g'risini aytsam. Chunki bizada shaharda endi daraxt o'zi kamyob narsa bo'lib qolgan. Nima ham derdim. Tak, 20-18 ta yetadimikin? 4-dan qo'yaman dedi, to'g'rimi? Voy, men buni ham olmaydi. Ozgina ikkita daraxt topilmagani va tamom. Tak, voq, ovchini ham yoniga borsam bo'ladi. Aha, qanday ajoyib. Opa, ana yaxshi. Xo'sh, davaydi. Endi bularni sekinlik bilan mana bunaqa qilib qo'yamiz. O'zi nechtadan qo'ygan ekan? 1, 2, 3, 4, 5. Demak, 5 tadan qo'yamiz biz ham. Tak, mana shu yoqdan boshlasak bo'ladi. Menimcha 1, 2, yo'q. Xo'sh. 1, 2, 3, 4, 5. Mana bu tak mashina qilib yo'maymanni tashlashimiz kerak. 1, 2, 3, 4, 5 va bo'ldi, yetadi bizga. Endi bularni sekinlik bilan olib tashlab, tepasiga mana bunaqa qilib qo'yaveramiz. Tak, endi buni ozgina o'rab qo'yamiz. Endi bolalar, to'g'risini aytsam, men unaqa jazo'r emasman, shuning uchun butun sohasida hozircha mana shunaqa qilib qo'yaveramiz. O'rga va rakka. Ertaga yana chopishim bor, chunki daraxt qolmay qolmasin, to'g'rimi? Ko'p chopma deganni agar eslasanglar. Shuning uchun kamroq chopsak ham, zato chopamiz. Shunisidan o'zi ham yetarli menimcha. Mana shunaqa qilib relsni sadda to'qib qo'ydim menimcha. Mayli, davaydi mana bunisini ham sekinlik bilan qo'yib chiqamiz. Tak. Mana bunaqa 1, 2, 3, 4, 5 ta. Xo'sh. 1, 2, 3, 4, 5 ta. Mana bu yoqda qo'yamiz. Aytib buni 4 tadan qo'yamiz. Tak, mana bunaqa qilib. Xuddi shunaqa.
bo'lmasa bitta ko'paytirib yuboramiz. Tak, o'zi. Ana, qanday ajoyib. Endi biz bu yoqqa buni. Tak, bu yoqqa ham bitta qo'shib yuborsak, juda ham ajoyib bo'ladi. Oh, qanday ajoyib. Bularni tez qo'yamiz. Xo'sh. Bu yiqilib ketmasligi uchun ushlaydigan relslar. Xo'sh, sizlar videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin do'stlar. Da juda ham chiroyli bo'ldi. Endi ovchining yoniga borishimiz kerak. Xo'sh, birinchi o'rinda mana bu relslarni anaqaga qo'yib chiqamiz. Uning sandig'iga o'tinchini yana qidirib yurmasin. Kelinglar, tapor o'zim bilan olib ketaman, chunki ertaga yana kelishim bor shuning uchun. Xo'sh, qani ketdik. Stop, to'xtanglar. Hozir men ishini olib qo'ylaydi. Bo'ldi. Endi o'tinchini uyga borsak ham bo'ladi bolalar. O'tinchini uyi o'sha tog'ning tepasida edi. U mana uy. Xuddi o'zi. Qani ketdik. Sekin boramiz. Okey. Qani super. Qayerda ekan sekin bu yoqdan o'tamiz va qanday ajoyib. Aha, davayte ketdi. Bundan ajoyibi bo'lmagan. Xo'sh, lekin juda ham zo'r uy ekan, boru tepada joylashgan. Tinchgina. Ma ol. Juda ham ajoyib. Oha, ovchi. Oyma, mana buni ol, tatib ko'rchi, qani. Ovchi. Meni ishda. Salom. Kimsan sen? Ish so'rab keldim siz yoningizga yordam sifatida. Hozirda menda ish yo'q edi-da, men trenovka qilyaptim. Ertaga birgalikda ovga chiqamiz, okey? Bo'ldi, tushunarli. Bo'lmasa men o'z ishim bilan shug'ullanishim kerak. Bo'ldi, tushunarli. Okey. Nu, ertaga ovga chiqarkanmiz. Qanday ajoyib. Mayli, ertaga chiqsa ham zato yordamchi bo'lib mana shunaqa ishlar qilib yurish. Yo'q. Nima bu? Tushunursiz, qanaqa baglar bo'lyapti bu yerda? Yo'q. Qisqasi ertaga ovga chiqamiz va sizlar videoga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar, chunki keyingi video juda ham ajoyib bo'lishi aniq. Bo'lmasa, davayt sekin chiqamiz va uyga borib ozgina dam olishim kerak. Yaxshi. Bo'lmasa hammaga xayr bolalar, sizlar bilan Vins bo'ldi va keyingi videoda uchrashguncha deb qolaman. Agar hozir men bu yoqda agar mana shu sigirni o'ldirsam ham hech kim bilmaydi, chunki bu qishloq juda ham tinch va osuda qishloq. Va tem bo'li meni uyim tepada bo'lganligi uchun xuddi shunday. Ikkinchi marta xayrlashaman bolalar, hammaga xayr, sizlar bilan Vins bo'ldi va keyingi videoda ko'rishguncha deb qolaman, chunki keyingi video juda ham ajoyib bo'ladi. Like bosib obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Bo'lmasa hammaga xayr bolalar.